Bugun chistoyimizga 12-mart 2025-yil. Xudo xolasa sektoraf o'gamizni Qo'qonga berganmiz, Xudo xolasa olib ketishadi. Buni Toshkentga qilib beryapmiz. Mana listlari ham qalin, yangi listlarda, turbalarimiz ham yangi bo'ladi. Chiroyli qilib beryapmiz. Tonnasi 2 tonnadan oshiq bo'ladi, og'irligini hisobiga. Qabaqa siljib, boshqa narsa bo'lib ketmaydi. Mana bu turib, mana buni ham Toshkentga qilib beryapmiz. Zakaz berishi ham buni ham chiroyli qilib yasab beramiz. 10 kun, 15 kunda tayyor bo'lyapti. Ro'za sabab buni Andijonga qilib beryapmiz. Xudo xolasa buni ham avansini olganmiz. Hamma siltirab qo'yganlarimizni buni ham chiroyli qilib yasab beryapmiz. Andijonga. Manzilimiz Marg'ilon akvaparkda oldida, yo'lda betida. Katyorlar ham bor. Yo'lda betida chiroyli qilib beramiz. Turbalarimiz ham yangi keladi. Xudo xolasa mana bir yo'li bittada istaqilib chiroyli qilib yasayapmiz. Tayyor holatlari mana qalin listlarda bo'lyapti. Vibrajon rolda ishlarimiz ham yangi ishlarni chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Balonli qilib beryapmiz. Bitta odam ham siljichib, aqabaqa siljitsa bo'laveradi. Xolasa podushkali ham qilib beraveramiz. Xolasa katyorlarimiz ham bityapti. Katyorlar ham tayyorlab beramiz. Bu teplisi uchun qilib beryapmiz. Katta katyorlarni ham qilib beramiz. Ko'mirda, hokada ishlaydigan. Buni bahorasi bitib qolibdi. Buni ham zakazga Toshkentga chiqarib olamiz buni ham. Bahorasi teplisiga, Besotli teplisiga chiroyli qilib ko'mirda, hokada ishlaydigan qilib tayyorlab beryapmiz.